Barchalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisiz? Sizlar bilan har doimgidek Boss Vlogs kanal do'stlar. Bugungi roligimiz Telegramga pullik virtual nomer emas, Tekingga USA nomerni o'zi, ya'ni AQSh nomerni o'zini olib ko'rsatib o'tib ketamiz do'stlar. Video boshlashdan videomizga maksimal like bosing va kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obunani bosib qo'yinglar, chunki mana shunga o'xshagan videolar o'tkazib yubormaslik uchun foydali videolarni обязательно obunani bosib qo'ysanglar, video chiqishi bilan обязательно sizlarga SMS boradi tepadan. Iloji bo'lsa mana bu yerda qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz agar. Xo'p, bunda ko'p kutmaymiz, videoni hamda boshladik. Birinchi qiladigan ishimiz bizga Play Market kerak bo'ladi yoki iPhone'dagilar bo'lsa App Store ilovasi ham bo'laveradi, farqi yo'q, iPhone uchun ham bor. Xo'p, bu yerga qidirib ko'ramiz. Xo'p, bu yerga qidiruvga Pingme deymiz. Bu haqida, bu ilova haqida men 2 yil oldin video chiqargandim. O'sha video 127 mingdan ortiq prosmotr yiqqan, chunki o'sha videoda haqiqatan USA nomer olib ko'rsatib o'tib ketganman, yangi nomer. Xo'p, hozir ishlayaptimi yo'qmi tekshirib ko'ramiz, harakat qilib ko'ramiz. Xo'p, Pingme ilovasi chiqib keladi. Mana shu qidiramiz. Pingme desangiz, mana shu ilova chiqib keladi. 1 milliondan ortiq obunachilar yuklab olgan odam. Xo'p, buni ochib olamiz. Ochib olganimizdan keyin videoda hozir ham o'sha prosmotr yeyapti. Ko'pchilikka ro'yxatda o'tish mobilida o'ta olmayapti. Chunki Beeline nomerdan boshqa nomerlarni qabul qilmayapti. Beeline abonentlardan boshqa nomerda qabul qilmayapti bu yer nomerda. Hozir email ham qo'shilgan. Email kiritsa ham qizil chiqib qolyapti. Ya'ni, misol uchun kelinglar, hozir buni misol uchun ko'rsatib o'tib ketaman. Misol uchun Hamrayt 310 bitta keraksiz email akkaunt kiritamiz. .com. Xo'p, keyin bu yerda xitoycha nima bo'la yozuvda chiqib keladi. O'shani tasdiqlab olamiz mana. Va continue bosamiz. Hozir Gmailga ketyapti. Xo'p, bu narsa sizlarda Gmailingizga bormasligi mumkin. Agar bormay qolsa, qizil yozuv chiqadigan bo'lsa, обязательно siz Play Marketga qaytib, mana bu yerdan nima deb yozasizlar? Ya'ni VPN yoki da o'zlaringiz VPNingiz bo'lsa, Yevropa serverdagi VPN bo'lsa, o'shani ishlatib ko'ringlar. Yoki da bo'lmasa, mana bu yerdan mana shu VPNni yuklab olishni maslahat beraman. Agar yo'qlar VPN juda ham yaxshi VPN, Tekingga bemalol ishlatsanglar bo'ladi, cheksiz megabaytgacha. Xo'p, endi men bu yerda akkauntga kirib olaman, o'zimning akkauntimga kirib olaman. Xo'p, bu yerda STV xolos. Xo'p, Gmailga kod borda 4308. Xo'p, bu yerga 4308 kiritib olamiz. Kiritib olamiz deb, o'zlaringiz kelib borgan kodni kiritasizlar. Va kirganingizdan so'ng esa sizda mana bunaqa oyna ochiladi, ya'ni 000 coin bo'ladi. Bu yerda endi coin ishlashingiz kerak. O'sha videoni ko'rsangiz, ekranda chiqib turgan mana shu xolislar o'sha videoni ko'rsangiz ham bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda 00 turibdi. Endi bu yerda tanga ishlashingiz kerak. Tanga ishlash uchun esa sizdan no taraf, endi hozir oldindaqa og'zingizga oshni chaynab qo'yadigan emas, nomer Tekingga bemalol sraz oladigan. Sizlar bu yerda endi Tekingga olish uchun sizlar infinity qilishingiz kerak bo'ladi. No tarafi bu yerda 8 ta odam chaqirish kerak. 8 ta telefonda ro'yxatdan o'tsa, o'shandan keyin sizlar USA nomer, AQSh nomer ola olasizlar. Besam yangi toza nomer ola olasizlar. Buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun sizlar share nomni bosasizlar. Keyin bu yerda textni bossanglar, mana bu yerda havola bo'ladi. Misol uchun havolani kopiratsiya qilib, o'rtog'ingizga Telegramiga, misol uchun ko'pchilikda o'rtoqlar ko'p bo'lsa, tanishlar yoki qarindoshlar ko'p bo'lsa, shunchaki shu yerda kopiratsiyani qilib, Telegramda qarindoshiga yorib, o'sha havola beradi. O'sha havolani bosib, keyin Play Market qarash telefonlar qanaqa bo'lsa, Android bo'lsa, Play Marketga kirib ketadi. Agar iPhone bo'lsa, App Store'ga kirib ketadi. O'sha yerdan yuklab olsa bo'ladi ilovani. Keyin mana shu yerda o'sha yerda ro'yxatda o'tsa, VPN yoqib Gmaildan bo'ldi. Sizlarga 02 coin beradi. 02 coin. Endi bu yerda sizlar nomer olishlar uchun mana bu yerda misol uchun sizlarda tanlanmagan bo'ladi, masalan Amazonda turgan bo'ladi. Ya'ni mana bu yer bo'limini bosasizlar, ya'ni to'g'rog'i. Obbo. Mana shu yerda bosasizlar. Bu yerdan sizlar Telegramni tanlab olasizlar. Qidiruvga shunchaki Telegram deb bossanglar, mana Telegram chiqib keladi. Keyin o'zi United Statesda turgan bo'ladi. Unitedda turaversin, chunki eng arzon nomer shu, qolganlari qimmatga tushib ketasizlar. Mana shu yerda Nextni bosasizlar. Mana ko'rib turibsizlar o'zi. One o'sha Revival deyapti. Короче, xullas, bo'pti, boshqa davlat qidirib ko'raylik. Juda menda. Xo'p.
Bu yerda mendan nimagadir mana bunaqa chiqib, lekin sizlarda mana shu yerda turadi, anavlaringiz, akkauntlaringiz. Mana shu yerda bosib olasizlar. Mana shu yerga kirib olsanglar, next bossanglar, o'zi mana misol uchun ko'rsatib turadi. Mana balansingiz to'ldiring deyapti. Sizlarga 8 ta odam taklif qilib, bemalol ishlab olsanglar bo'ladi, nomer beradi. O'sha yerda xullas men bu yerda 8 ta odam taklif qilaman. 8 ta odamni balkim ko'raman, harakat qilaman vaqtimga qarab. Odam taklif qilgandan keyin men videoni davom etaman, ya'ni balans o'zgargandan keyin. Va orada 2 kun vaqt o'tdi. Sizlarda 1 sekund vaqt o'tgan bo'lsa, menda 2 kun vaqt o'tdi. Xo'p, bu yerda men 10 ta odam taklif qilib oldim 2 kun ichida. Juda ham qiyinroq lekin. Ekraningiz mana iloji boricha taklif qiladigan odamlaringiz nomerdan ro'yxatga o'tsa yaxshi. VPN orqali yozsa, boshqa kompaniyalarning nomeri, masalan, 93-95liklardan ro'yxatga o'tsa bo'ladi. Bemalol, osonroq. Iloji bor shunday qiladi, chunki ekraningiz ko'rinib turgan bo'lim chiqadi. Ularning ikkinchi bo'lim, o'sha bo'limda kirsa, chunki sizlar boyagi ko'rsatgan kodlaringizni o'sha yerga kiritsa, sizlarga mana shunaqa 02 coin beradi. Bu hozirda eng yagona berayotgan nomer shu bo'ladi. Tekinga olsalar bo'ladi. Odam taklif qilasizlar, bo'ladi. Odam taklif qilib coin ishlaysa, men 2 ta coin ishlab oldim. Bu yerda endi verifikatsionni bor. Undan tashqari bolalar, o'sha narsani aytib qo'yaman. Watch video kuniga mana shunaqa reklamalar ko'rib, mana shu reklamalar ko'rib ishlasanglar bo'ladi. Verifikatsiya bo'limiga o'tamiz endi. O'tib olganimiz bo'lsangiz mana United States turibdi 186 ekan. Hozir bosib ko'ramiz, next'da nomer beradimi? Xo'p, insist balance sorry please reset thank you deyapti. Nimadir deyapti, menimcha balans yetarli emas deyapti. Bu yerda endi xo'p 186 ga 325 ekan. 325 coin ekan. Menimcha bu coin yig'ishda iloji yo'q, chunki maksimali 2 coin yig'asizlar bitta akkauntdan. Xo'p, bu yerda biz Gangkong nomerga urinib ko'rishim kerak. Gangkong nomer 128 ekan. Xo'p, zer invalid number press strength NU deyapti. Xo'p, bu yerda video pauza qilaman, nomer qidirib ko'raman, arzonroq. Chunki hozir bu yerda nomerni o'zi chiqmayapti, qimmat. Hammasi qimmatga chiqarib beryapti yoki arzonlar qolmagan deyapti. Xullas akalar, bu yerda men Kanada nomer berdi, 176 coinga. Xo'p, endi bu kanal bergan kanal nomerini kooperatsiya qilib Telegramga kiritib olamiz, rasmiy Telegramga. Xo'p, plusga +1 da kiritib, kooperat qilganimiz kooperatini bu yerga kirgizamiz. Xo'p, bu yerda Gmail'ingizni kiriting deyapti. Mana bu yerda o'zi chumolasam aytdi, Gmail'ni bossanglar, o'z Gmail'lar chiqib keladi, bittasini tanlaysizlar. O'shandan keyin bu yerga ulasanglar bo'ladi. Men video pauza qilib Gmail ulayman. Va Gmail'dan ulab oldim. Gmail ulagandan keyin do'stlar, обязательно VPN'laringiz yoniq bo'lishi kerak ekan. Agar VPN'ingiz yoniq bo'lmasa sizlarda problema chiqib keladi. Ya'ni ekraningiz ko'rinib turgan mana bunaqa problema bo'ladi. Shuncha VPN ni yoqib ishlatinglar. Ya'ni Yevropa servisga ham qo'yib, chunki O'zbekiston hududida Gmail ulagandan keyin pul haqqi SMS so'rab qolishi mumkin. Boy nomerga. Shuning uchun men uladim. Bu yerda endi recharge nom, bu yerda qanday hozir Telegram kod deyapti, mana bu 934 Hamcha shu kod bo'lsa kerak, 934 64. Xo'p. Bo'ldi, mana yangi akkaunt berdi do'stlar. Mana shuni holatda ochib olamiz. Bu haqida men video chiqarganman, oldin ham boshida ko'rsatganimdek, mana bizga yangi akkaunt berdi. Keyin yana bir narsani aytib o'tib ketaman, ko'pchilik birinchi yozgan payti mana bunaqa spam deydi. Misol uchun spam bot yozsa, startni bosganda mana bunaqa oyna tashlaydi. Bu spam emas do'stlar. Siz birinchi shu akkaunt kirdingizmi? Shuna holat chiqyapti. Bu siz begona akkaunt yozaverasizlar. Bu chiqadigan spam. Shunchaki bu akkauntga ariza yuborib qo'yasizlar, bo'ldi. Ariza esa qanday yuborasizlar? Deb bo'chasiga shikoyat yuborishni bosasizlar. Yo'q, bular hech qaysini qilmayman deb bosasizlar, bo'ldi. Juda yaxshi. Agar xatolik bo'lgan bo'lsa, bu katta xatolik. Darhol ozod qilinglar. Xullas, shunaqa yozamiz. Mana arizangiz qabul qilindi deyapti. Bo'ldi, siz mana shu holatda bemalol ishlataverasizlar. Men de SMS-ga chiqib ketadi. Misol uchun kers ko'rsatmaman, o'tib ketaman. O'zimning akkauntimga yozib ko'raman mana. O'zimizning rasmiy akkauntimizga. Xo'p, spam ekan. Xullas, mana shunday holatda ochiladi. Libbo yangi nomer mana shunday holatda ochiladi. Mana bu katta xato va 1 soatdan keyin qayta start bo'lsangizlar, avtomatik chiqib ketadi. Chunki yangi nomerlar hamma shunaqa bo'ladi, virtual nomerlar. Xullas, bo'ldi shunaqa. Yokida bunaqa holat bo'layotgan bo'lsa, mana bu ariza shunday turgan bo'lsa, misol yubormasalaringiz ham 24 soatdan keyin nomerda qayta biron akkaunt yozsanglar bo'ladi. 24 soatdan keyin bemalol yozaverasizlar. Chunki yangi akkaunt kirgandan keyin shunaqa vaziyat bo'ladi. Iloji bo'lsa ariza yuborib qo'ysangiz mana bunaqa chiqib ketasizlar. Все.
Xo'p do'stlar, bu holi hammasi emas. Holi O'zbekiston nomeri 3 ta O'zbekiston davlat raqam nomeri Telegramini konkursga qo'yganmiz. 3 ta toza, bespam O'zbekiston nomerlar. Buni esa Telegram kanalimizda aniqlaymiz. Telegram kanalimizga o'tib olsalar, video havolasini ostida bo'ladi. Video havolasi videoning ostida bo'ladi havolasi yoki kommentariyaga ham kanal ssilkasini qoldirib o'tib ketaman. Shartlari esa juda oddiy bo'ladi. Mana shu ko'rayotgan videongizga like bosasiz va ko'rayotgan kanalingizga обязательно mana shu boslug'ingizga obuna bo'lasiz. Obuna bo'lganingizdan so'ng esa обязательно kommentariy yozasiz. Ya'ni kommentariy orqali biz randomli komment orqali sizlarni jonli efirda aniqlab o'tib ketamiz. Haqqoniy bo'lish uchun ro'parasi 12-aprel kuni 21:00 da start bo'lamiz. 3 ta O'zbekiston nomerida aniqlaymiz. Har bitta ishtirokchiga bitta nomer bo'ladi. Bemalol qatnashib ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham oson shartlar. Telegram kanalimizda, YouTube'ga a'zo bo'lasizlar. YouTube'ga like bosib qo'ysanglar lazım. Хотя бы komment yozib qo'ysanglar, komment orqali sizlarni обязательно aniqlaymiz. Обязательно lekin obuna bo'linglar. Agar aniqlagandan keyin g'olibga obuna bo'lsanglar, misol uchun bu qabul qilmaymiz. Bugungi video shundan iborat edi. Video yoqqanmasa videomizga maksimal like bosing va kanalimiz yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki sizlar qilayotgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanalda topishingiz mumkin. Ha, aytgancha, agar siz shunga o'xshagan programma yoki sayt qanaqa nomer beradigan sayt bo'lsa, обязательно kommentariyaga yozib qo'ysalar, agar iloji bo'lsa, qiziqmasalar, bu haqida biz обязательно tekshirib chiqib, hammasi o'rganib video qilib chiqaramiz, chunki barchaga foydali bo'lishi uchun. Sizlar bilan yaqin daqiqalar ichida Boss Lukas kanali bo'ldi va keyingi videolarcha ko'rishguncha xayr do'stlar.